Marka supermarketda bilmaydigan odam o'zi yo'q, hamma biladi. O'shani yonginasidan bir xonali 5-qavatda joylashgan tayyor remont qilingan uyimizda video obzorini birgalikda ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, kirish xodimiz, kirish xoddan o'ng qo'l tarafimizda sanuzel joylashgan, ko'rishlaringiz mumkin. Aristoni, baklari ham qo'yilgan. Va keyingi xonamiz bu oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamizga gazimiz bor, vitishkamiz bor, kuxonniy mebellari qilingan, nasoslari, kanalizatsiya hammasi ishlab turibdi. Bu bitta xonasi hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kenglik va yorug'ligini ko'rib turibsizlar. Remontdan keyin hech kim yashamagan uyimiz. Bu esa balkoni hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Uyimizning hujjatlari 100% joyida, o'zim ko'rdim. Xullas, uyimizning umumiy maydoni 40 kvadrat metr tashkil qiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 280 million so'm. Kelishiladigan joyi bor. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Sirrochni bog'lanib, bosib o'radigan joy.